Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, yoshga doir qo'shimchalar va qarlik pensiyasiga qancha pul qo'shish masalasi. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin aslida kimga qancha qo'shiladi, qo'shimcha avtomatik tushadimi, alohida ariza kerakmi, qaysi holatda pul kamroq chiqadi? Mana shu savollarga aniq javob topa olmaydi. Men bugun shu masalani oddiy tilda, misollar bilan, hisob-kitob bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirgi qismda men pensionerlar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolarni va pul to'liq chiqishi uchun nima qilish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarda real pul masalasini hal qiladi. Avval pensiya qanday oshirilishini tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani davlat tomonidan pensiyalar, nafaqalar va ayrim ijtimoiy to'lovlar ma'lum foizga oshirilishi degani. Buning sababi oddiy, narxlar oshadi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari ko'payadi. Agar pensiya yillar davomida o'zgarmasa, pensionerning qo'lidagi pulning qiymati kamayib boradi. Shuning uchun indeksatsiya orqali pensiya miqdori yangilanadi. Oldin ko'pchilik shunday deb o'ylardi, pensiya oshdi degani hammaga bir xil pul qo'shildi. Masalan, kimdir 2 million so'm olayotgan bo'lsa ham, kimdir 4 million olayotgan bo'lsa ham, hammaga bir xil qo'shimcha beriladi deb tushunardi. Aslida bunday emas. Pensiya indeksatsiyasi odatda foiz asosida amalga oshiriladi. Demak, pensiya miqdori qancha bo'lsa, oshish ham shunga qarab farq qiladi. 2 million so'm pensiya oladigan odamning oshishi bilan 4 million so'm pensiya oladigan odamning oshishi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Endi yoshga doir qo'shimchalar masalasiga kelsak, bu yerda ko'pchilik chalkashadi. Yoshga doir pensiya deganda ko'p odam oddiy qarlik pensiyasini tushunadi. Lekin yosh bilan bog'liq qo'shimcha deganda ayrim holatlarda pensionerning yoshi, maqomi, nogironligi, mehnat staji, parvarishga muhtojligi yoki alohida toifaga kirish ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni pensiya faqat bitta raqamdan iborat emas. U bazaviy hisob, staj, ish haqi, imtiyozlar va qo'shimchalardan shakllanadi. Hozir o'zgarayotgan eng muhim jihat shuki, indeksatsiya natijasida asosiy pensiya miqdori oshishi bilan birga ayrim qo'shimcha to'lovlar ham qayta hisoblanadi. Chunki ayrim qo'shimchalar bazaviy miqdorga, eng kam pensiya miqdoriga yoki belgilangan ijtimoiy to'lov mezonlariga bog'langan bo'ladi. Shuning uchun odam faqat menga pensiya necha foiz oshdi deb emas, mening pensiyam tarkibida qanday qo'shimchalar bor va ular ham oshadimi deb so'rash kerak. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Qarlarga qancha qo'shiladi? Buni to'g'ri tushunish uchun bitta umumiy qoidani esda tuting. Agar pensiya ma'lum foizga indeksatsiya qilinsa, qo'shimcha miqdor sizning hozir olayotgan pensiyangizga qarab hisoblanadi. Masalan, agar pensiya 10% ga oshirilsa, 20 million 500 ming so'm pensiya oladigan odamga taxminan 1,5 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm olayotgan odamga 200 ming so'm, 3 million so'm olayotgan odamga 300 ming so'm, 4 million so'm olayotgan odamga 400 ming so'm atrofida qo'shimcha chiqadi. Lekin bu juda umumiy hisob. Chunki pensiya tarkibidagi barcha to'lovlar bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Keling, aniq hayotiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Agar indeksatsiya 10% bo'lsa, oddiy hisobda unga 1,9 ming so'm qo'shiladi. Demak, yangi pensiya 1 million 900 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin agar bu otaxonning pensiyasida alohida ustama yoki kompensatsiya bo'lsa, u ustama alohida tartibda hisoblanadi. Shuning uchun haqiqiy yakuniy summa 1 million 900 mingdan biroz ko'p yoki ayrim hollarda aynan shu atrofida bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 72 yoshli onaxon 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Agar oshirish 10% bo'lsa, qo'shimcha 2 ming so'm bo'ladi. Yangi miqdor 2 million 600 ming so'mga chiqadi. Bu yerda odamlar bir narsani tushunishi kerak. Pensiya oshirilganda bank kartaga tushadigan summa oldingi oyga nisbatan oshgan ko'rinadi. Lekin ayrim ushlab qolishlar bo'lsa, masalan, aliment, kredit sud qarori bo'yicha undirish. Unda qo'lga tegadigan pul kamroq ko'rinishi mumkin. Shuning uchun pensiyam oshmabdi deb shoshilmang. Avval hisob varaqasini tekshiring. Uchinchi misol, sataman yoshdan oshgan pensioner bor. U kishi 3 million so'm atrofida pensiya oladi va parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin.
Bunday holatlarda faqat oddiy indeksatsiya emas, balki yosh, sog'liq holati yoki ijtimoiy himoya mezonlari bo'yicha qo'shimcha to'lovlar ham muhim bo'ladi. Agar bunday qo'shimcha qonunda belgilangan bo'lsa, pensioner yoki uning yaqinlari pensiya jamg'armasi bo'limidan bu to'lov hisobga olinganmi, yo'qmi? Albatta so'rashi kerak. Chunki ko'p hollarda odam huquqi borligini bilmaydi. Natijada yillar davomida kamroq pul olib yuradi. 4-misol, bir ayol 60 yoshda pensiyaga chiqqaniga yaqinda bo'lgan, lekin ish staji to'liq emas. Uning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lishi mumkin. Bunday pensionerlar uchun indeksatsiya juda sezilarli bo'lmasa ham, davlat tomonidan eng kam pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar oshirilganda ularning miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Ya'ni kam pensiya oladigan odamlar uchun asosiy masala faqat foiz emas, balki eng kam kafolatlangan miqdor oshmaganidir. Agar eng kam pensiya miqdori ko'tarilsa, ayrim pensionerlarning pensiyasi shu chegaragacha yetkazilishi mumkin. 5-misol, pensioner ishlashda davom etmoqda. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarga oshirish qo'llanmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Umumiy indeksatsiya odatda pensiya oluvchilar toifasiga tatbiq qilinadi, lekin ishlayotgan pensionerning pensiyasi, qayta hisob kitobi va qo'shimcha staj bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, u keyinchalik qo'shimcha staj yoki ish haqi hisobiga qayta hisoblash huquqiga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun hujjatlar to'g'ri topshirilgan bo'lishi kerak. Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Pensiya oshishi har doim mening qo'limga falon pul qo'shildi degan emas. Pensiya hisob-kitobida brutto va netto degan tushuncha bor. Oddiy tilda aytganda, hisoblangan pensiya boshqa, kartaga tushgan pul boshqa bo'lishi mumkin. Agar pensionerning qarzdorligi bo'lsa, ijro hujjati bo'lsa, bank krediti bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushadigan pul kamayadi. Shuning uchun har bir pensioner yangi oyda kartaga tushgan summani ko'rib, darhol xulosa qilmasdan pensiya hisob-kitob varaqasini so'rashi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda kam bo'lganlar, staji to'liq bo'lmaganlar, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lov olishi mumkin bo'lganlar, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega bo'lganlar, yolg'iz yashayotgan keksalar, taqdim yoshdan oshganlar. Shuningdek, pensiya tayinlanganda hujjatlar to'liq topshirilmagan odamlar. Chunki aynan shu toifalarda qo'shimcha pul chiqishi ehtimoli bo'ladi, lekin hujjat yoki ma'lumot yetishmasa, to'lov hisobga olinmay qolishi mumkin. Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, qo'shimcha imtiyozli maqomingiz bo'lmasa, ishlamagan qo'shimcha davringiz bo'lmasa, qarzdorlik yoki ushlab qolish bo'lmasa, indeksatsiya odatda avtomatik hisoblanadi. Ya'ni har safar alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin, lekin baribir birinchi oshirilgan oyda yangi summa to'g'ri tushganini tekshirish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala indeksatsiya sanasi. Qaror qabul qilingan sana bilan pul kartaga tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensiya bir sanadan oshiriladi. Lekin ayrim hududlarda to'lov jadvali bo'yicha pul 5 sana, 10 sana yoki undan keyin tushishi mumkin. Bu kechikish har doim xato degani emas. To'lov tizimi grafik asosida ishlaydi. Lekin bir oy o'tib ham farq tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi masala, qayta hisoblash va indeksatsiya bir narsa emas. Indeksatsiya umumiy oshirishdir. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy pensiya hujjatlaringizga bog'liq. Masalan, oldin stajga kiritilmagan ish yillari topildi. Yoki arxidan ish haqi ma'lumotnomasi olib kelindi. Yoki ayol kishi bolani parvarish qilgan davr bo'yicha hujjat topshirdi. Mana shunday holatlarda pensiya alohida qayta hisoblanadi. Bu indeksatsiyadan tashqari qo'shimcha pul berishi mumkin. Uchinchi masala, ko'p odam arxiv hujjatlariga e'tibor bermaydi. Masalan, odam 1995 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan. Lekin pensiya tayinlash paytida faqat mehnat daftarchasining bir qismi hisobga olingan. Agar ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma topilsa, pensiya bazasi oshishi mumkin. Natijada nafaqat hozirgi pensiya, balki kelgusidagi indeksatsiya miqdori ham yuqoriroq bo'ladi. Chunki foiz yuqoriroq bazaga qo'llanadi. Demak, hujjat topish bir martalik emas, doimiy foyda berishi mumkin. 4-masala hammaniki oshdi, meniki kam oshdi degan shikoyatlar. Bunday holatning bir nechta sababi bo'ladi. Birinchidan, sizning pensiyangiz tarkibida indeksatsiya qilinmaydigan to'lov bo'lishi mumkin.
Ikkinchidan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Uchinchidan siz oldin eng kam miqdorga yetkazib to'lov olayotgan bo'lishingiz mumkin. To'rtinchidan oldingi oyda bir martalik to'lov bo'lgan, yangi oyda esa u bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikki oyni oddiy solishtirish ba'zan noto'g'ri natija beradi. 5-masala. Yosh qo'shimchasi hamma pensionerga bir xil avtomatik berilmaydi. Masalan, men 7 yoshga kirdim. Demak, pensiyam albatta falon so'm oshadi deb o'ylash to'g'ri emas. Qaysi yoshda, qaysi maqomda, qaysi to'lov turi bo'yicha qo'shimcha borligi aniq normativ hujjatga bog'liq. Shuning uchun 70-75 yosh kabi chegaralarda o'zingizga tegishli imtiyoz bor yo'qligini tekshirtirish kerak. Ayniqsa 60 yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan yoki doimiy parvarishga muhtoj keksalar bo'yicha e'tiborli bo'lish zarur. 6-masala. Nogironlik pensiyasi va yoshga doir pensiya o'rtasidagi farq. Ayrim odamlar oldin nogironlik bo'yicha pensiya olgan, keyin yoshga doir pensiyaga o'tgan yoki aksincha. Bu holatda to'lov turi, imtiyozlar va qo'shimchalar o'zgarishi mumkin. Pensioner qaysi pensiya turi unga foydaliroq ekanini bilmasligi mumkin. Men bunday holatda har doim yozma ravishda hisob-kitob so'rashni tavsiya qilaman. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang, chunki raqamni ko'rmasangiz farqini tushunmaysiz. 7-masala. Merosxo'rlar va oila a'zolari bilishi kerak bo'lgan holat. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, lekin unga tayinlangan, ammo olinmay qolgan pensiya summalari bo'lsa, oila a'zolari ma'lum tartibda murojaat qilib, bu pullarni olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu mavzu og'ir, lekin amaliy jihatdan muhim. Ko'p oila bu huquqni bilmagani uchun tayinlangan pul qolib ketadi. 8-masala bank kartasi va naqd to'lovdagi kechikishlar. Ayrim pensionerlar pul kartaga tushmaganini pensiya oshirilmagani deb tushunadi. Aslida muammo bank kartasi muddati tugaganda, hisob raqam bloklanganida, plastik karta almashtirilganda yoki bank tizimidagi texnik sababda bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga ham, bankka ham murojaat qilish kerak. Faqat bitta joydan javob kutib o'tirish vaqtni cho'zadi. 9-masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar keksa odam yura olmasa va pensiyasini farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olsa, hujjat muddati. To'lov turi va pensionerning yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan ishonchnoma muddati tugab qoladi. Odam esa pensiya to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida hujjatni yangilash kerak bo'ladi. 10-masala. Yashash joyi o'zgarsa. Pensioner boshqa tumanga yoki boshqa viloyatga ko'chsa, pensiya ishi ko'chirilishi kerak. Agar bu jarayon cho'zilsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Indeksatsiya davrida bunday ko'chish bo'lsa, yangi summa qaysi bo'limda qayta hisoblangani tekshirilishi lozim. Chunki ma'lumotlar o'z vaqtida o'tmasa, pensioner bir muddat eski miqdorda pul olishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam. Oxirgi 3 oyda olgan pensiyangiz summasini yozib chiqing. Masalan, yanvarda qancha tushdi, fevralda qancha tushdi, martda qancha tushdi. Agar indeksatsiya boshlangan oy bo'lsa, undan oldingi oy bilan keyingi oyni solishtiring. Lekin faqat kartaga tushgan summani emas, hisoblangan pensiya miqdorini ham tekshiring. 2-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limidan pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Bu hujjatda pensiyaning qaysi qismlardan iboratligi ko'rinadi. Asosiy pensiya qancha? Staj bo'yicha hisob qancha? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Hammasi shu yerda bilinadi. Agar siz faqat menga kam tushdi deb borsangiz, javob umumiy bo'lishi mumkin. Lekin menga pensiya tarkibi bo'yicha yozma hisob-kitob bering desangiz, masala aniqroq ko'riladi. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, faxriy yoki imtiyozli maqomni tasdiqlovchi hujjatlar, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lishi kerak. Agar qaysi hujjat yetishmayotganini bilmasangiz, bo'limga borib yozma ro'yxatni so'rang. 4-qadam. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki tortishmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam indeksatsiyadan keyin to'g'ri qayta hisoblanganini tekshirib berishingizni, pensiya tarkibi va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlaringizni ko'rsating. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasi bilan saqlab qo'ying. 5-qadam. Agar keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning pensiya summasini o'zingiz ham tekshirib bering.
Ko'p keksalar bank xabarini o'qimaydi, karta balansini bilmaydi. Qaysi oyda qancha tushganini eslab qolmaydi. Farzandlar bu masalada yordam berish kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan onaxon va otaxonlar uchun bu juda muhim. 6-qadam agar pensiya kartaga tushmasa, avval bankdan karta faolmi? Hisob raqam ishlayaptimi, blok bormi? Shuni aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilganmi? Yo'qmi so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, jamg'arma yuborilgan desa, yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, muammoni hal qilish osonlashadi. 7-qadam arxiv hujjatlarini izlang. Agar pensioner oldin ko'p yil ishlagan bo'lsa, lekin pensiyasi juda kam bo'lsa, ehtimol ish haqi yoki staj to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivdan ma'lumotnoma olish vaqt oladi, lekin natijada pensiya oshishi ehtimoli bor. 8-qadam taggamon yoshdan oshgan, nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj pensionerlar bo'yicha alohida so'rov bering. Menga yoshim, sog'ligim yoki ijtimoiy holatim bo'yicha qo'shimcha to'lovlar tegishlimi deb aniq so'rang. Umumiy savol bersangiz, umumiy javob olasiz. Aniq savol bersangiz, aniq tekshiruv bo'ladi. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarur bo'lsa, mas'ul vazirlik yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, raqam va hujjat bo'lishi kerak. Qaysi oyda qancha olgansiz, indeksatsiyadan keyin qancha tushgan? Qanday qo'shimcha so'rayapsiz? Qaysi hujjatga asoslanasiz? Hammasini yozing. 10-qadam. Har oy pensiya tushganda SMS yoki ilova orqali summani saqlab boring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin nizo bo'lsa, aynan shu ma'lumotlar yordam beradi. Pensionerning o'zi buni qila olmasa, farzandi yoki nabirasi yordam bersin. Endi yana bir amaliy misolni ko'rib chiqamiz. Otaxon 2.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Indeksatsiyadan keyin 2.120.000 so'm bo'lishi kerak deb o'yladi. Lekin kartaga 2.300.000 tushdi. U darhol menga kam qo'shildi dedi. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, hisoblangan pensiya haqiqatan 2.120.000 bo'lgan, lekin 120.000 so'm kredit bo'yicha avtomatik ushlab qolingan. Demak, pensiya oshgan, lekin qo'lga tekkan summa qarzdorlik sababli kam ko'ringan. Yana bir misol. Onaxon 1.600.000 so'm pensiya oladi. Oshirishdan keyin 1.760.000 atrofida kutgan, lekin unga 1.700.000 tushgan. Tekshiruvda uning oldingi oyda bir martalik kompensatsiya bo'lgani, yangi oyda esa u bo'lmagani aniqlangan. Shuning uchun oyma-oy solishtirishda bir martalik to'lovlarni alohida ajratish kerak. Aks holda odam noto'g'ri xulosa qiladi. Yana bir holat. Pensioner o'tgan yil ishlagan, lekin pensiyasi juda past. Farzandi mehnat daftarchasini tekshirtirganda eski korxonadagi 7 yillik ish davri hujjati noto'g'ri yozilgani ma'lum bo'lgan. Arxivdan tasdiq olindi, pensiya qayta hisoblandi. Bunday vaziyatda faqat indeksatsiya emas, balki butun pensiya bazasi oshadi. Bu esa keyingi barcha oshirishlarda ham foyda beradi. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida hammaniki shunday ekan degan gapga ishonib qolmang. Har bir pensionerning ishi alohida. Ikki qo'shni bir yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi o'yindagi yil ishlagan. Biri yuqori maosh olgan, ikkinchisi kam maosh olgan, bir imtiyozli maqomga ega, ikkinchisi ega emas. Shuning uchun ularning pensiyasi ham, qo'shimchasi ham bir xil bo'lmaydi. Demak, pensiya indeksatsiyasi qarlik pensiyasini oshiradi, lekin kimga qancha qo'shilishi pensionerning hozirgi pensiya miqdori, pensiya tarkibi, staji, hujjatlari, imtiyozlari va ushlab qolishlariga bog'liq. Agar pensiya foiz asosida oshirilsa, katta pensiya oluvchida qo'shimcha summa ko'proq, kam pensiya oluvchida esa kamroq bo'lishi tabiiy. Lekin kam pensiya oluvchilar uchun eng kam kafolatlangan miqdor, qo'shimcha to'lovlar va qayta hisoblash imkoniyatlari juda muhim. Mening asosiy tavsiyam shuki, pensiya tushgan summaga qarabgina xulosa qilmang. Hisob-kitob varaqasini so'rang, hujjatlaringizni tekshiring, arxiv ma'lumotlarini izlang. Yosh va sog'liq bilan bog'liq qo'shimchalar bor yo'qligini aniqlang. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Ba'zan bitta ariza, bitta arxiv hujjati yoki bitta tekshiruv oyma-oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Sizning oilangizda pensiya oshgandan keyin qancha qo'shildi? Kutilgan miqdor tushdimi yoki kamroq chiqdimi? Izohlarni yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida ko'rib chiqaman. Videoga like bosing.
Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya olayotgan yaqinlaringizga albatta yuboring.